Kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring. Like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barcha yangiliklardan bahramand bo'lish uchun bizni kuzatib boring. Botir Qodirov tarjimai holi, yoshi, shaxsiy hayoti va xonanda haqida qiziqarli faktlar. So'nggi yillarda atrofida ko'plab shov-shuvlar yuzaga kelgan. Sohirnafas xonanda Botir Qodirovning hayoti va ijodi haqida barcha qiziqarli ma'lumotlar. Botir Qodirovning yoshi. 2024-yilda Botir Qodirov o'zining 43 yoshga to'lishini nishonladi. Qodirov 1981-yil 6-mayda tug'ilgan. Burch belgisiga ko'ra u buzoq. Bunga san'atkorning shijoati va yorqin ko'rinishi ham guvohlik beradi. Botir Qodirovning tarjimai holi. Botir Sheraliyevich Qodirov taniqli o'zbek qo'shiqchisi, shou-biznes sohasida 2005-yildan buyon professional san'atkor sifatida faoliyat yuritadi. Pop va folklor janrida ijod qiladi. Madaniyat va san'at fidokori, ko'krak nishoni sohibi. 2019-yilda Xitoyda o'tgan 18-xalqaro Pekin festivalida O'zbekiston vakillari, ya'ni Botir Qodirov ijodiy jamoasi oliy mukofotni qo'lga kiritgan. Botir Qodirov san'atkorlar oilasida tug'ilib o'sgan. Bolaligidanoq qo'shiq kuylashga ishtiyoqmand bo'lgan va san'at ta'siri ostida ulg'aygan. Oilasining deyarli barcha vakillari san'atkor bo'lishgan. Ona bobosi Nabijon Qodirov bastakor